Tayyorliginglar bitdimi? Tayyorligimiz bitdi. Mening qo'limga bir ish kelib qoldi. Nima ish degina? O'tirg'i pul tashlab, tikishib o'ynayli. Kim utsa, pullar shuning bo'lsin. Qandoq dedim? Yaxshi gap bo'ldi. Pul tiksak to'ximi yaxshi o'ynaymiz. Ondaqda tikkan pulni bu sandiqqa tashlanglar. Hammanglar tashlanglar. Qaynamsa musobaqani boshlaydi. 1 2 3 Başlandı. Voy, men utdim. 2 nomerlik mashina musobaqada utdi. Sen utding. Pul sening bo'ldi. Ala, Yana bir qaytam o'ynayli. Pulimni qaytarib olmasam bo'lmaydi texi. mana shu. Ha. Qani amisa, pulni berib etib, boshlanglar. Voy, yana utdim. Pulim tugidi. Yana o'ynab, pulimni qaytarib olmaydigan bo'ldim. Meningmi shu? Opam doğru ekirib bergin deb bergan pulni uftirib etdim. Qanday qilaman? Endi qandoq qilamiz Odil? Mushundoqli bo'ldi qilamdiq. Aytqin azodi qanday qilsak bo'lar? Pulimizni cho'qim qaytarib olamiz. Ha? Shunday qilaylik. Ajab yaxshi bo'ldi. Pulimizni qaytarib bergin. Voyjon, sen nima degan chidimmas? Meni urmanglar. Men o'yindayman. Bunda qilsanglar qandoq bo'ladi? Ha, bolalar, nima qilyapsizlar? Bu bulanchi pulimizni elib oldi. Elib olmadim. O pullarni bular bilan kelishib o'ynab musobaqada yengib topdim. Musobaqada pulimizni elib oldi. Sizlar qaysi musobaqaning gapini qilyapsizlar? Nima pulning gapi ekan u? Hammamiz pul tikib o'ynashga ma'qul bo'lgan. Kim ussa, pul shuning bo'ladigan bo'lgan-ku. La havla va la quvvata illa billah. Tavba qildim. Sizlar qimor o'ynayapsizlar? Nima? Qimormi? Shunda qimor. Naq qimorning o'zi. Sen buni qimor ekanligini qandoq bilasan? Men buni dadam bilan bir tabliğda anglagan edim. Qur'on Karimda aniq eskartilgan. Undoq bo'lsa biz hozirla dadangning yoniga boraylik. Bu qimor bo'lamdi yo'q, u ayirib qo'ysin. Bakirning aytganlari rasmo. Men o pullarni bulab elib olmadim. Ular uni o'z ixtiyorligi bilan tikkan. Shung men utib oldim. Shundoq bo'lsa-mu, sizlar qimor o'ynabsizlar. Qimor o'ynaydigan odam uftiman deb pulni o'z ixtiyorligi bilan tikidi. Lekin musobaqada men yengan tursam. Bu degan qimorni Alloh taolo Qur'on Karimda qat'iy harom qilgan. Qur'onda bu to'g'riliq aniq hukm bormi? Ba, Alloh taolo mundaq degan: "Ey Muhammad, sendan haroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozg'ina moddiy foydami bor, lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng" degan. Qimor Qur'on Karimda maysir deb atalamdi. Ha, Alloh taolo Qur'onda qimorni maysir deb atagan. Ma'nosi jafo tatmay oson erishgan degan bo'ladi. Oyatga qimorda foydami bor degan-chu. Jafo tatmay, tar oqqizmay oson erishgan moddiy foyda bor. Ammo ziyonli foyda. Topgan foydasi qimorning ziyniga, gunohiga chiqish qilinmaydi degan gapganda. Qimorning ziyonlari intayin ko'p. Qimorda oila vayron bo'ladi, ibodatlar tark etiladi, Allohning zikri unutiladi. Qimor o'ynash, qimor o'ynaganlar orasida o'shmanlik, adovat va jangi jidalga sabab bo'ladi. To'g'ri, boya bizning beshimizga kelgandek. Ish texmi yo'g'inab, odam o'ltirishga berishi mumkin. Siz boya o'qigan oyatda qimorni harom demabdi-ku. Faqat shaxs va jamiyatga ziyonliq debdi shu.
Bayatınqı oyatda qimor va haroqning ziyonlari bayon qilingan. Ammo harom qilinganligi haqidagi oyat yuqoridagi oyatdan keyin nozil bo'lgan. Harom degan oyat qaysi amisa? Bakir oyatni o'qib bergan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, botlar, ya'ni cho'qinish uchun tikilgan tashlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi. Paskini qiliqladindir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq turinglar. Bu oyatda qimorni aniq harom demabdi-ku mana. Oyatdagi yiroq turinglar degani bo'lsa, uning haromdan ig'irligini ifodalaydi. Musobaqa o'ynaganda qimor bo'lib qolganligini qandoq bilamiz? Ya'ni barliq olimlarning qarashicha, musobaqa yoki o'yin o'ynaganda pul tikishga bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 3 ishda musobaqalashishga yo'l qo'ygan. Qaysi 3 ishda? To'ga, ot va nayza musobaqasi. Mushu musobaqalarda mukofotlash uchun pul yig'sa bo'ladi. Davrimizdagi tanharakat musobaqalari qatorliqlar mushuning ichiga kirdi. Yana Qur'on yodlash, shariat ilmlarini o'rganishga o'xshash musulmonlarga manfaatli ishlarda musobaqalashsa bo'ladi. Mushulardan boshqa ya diniy xizmatga yoki musulmonlarga asqatmaydigan ishlarda pul yig'ib musobaqalashish harom bo'ladi. Nemishqa boshqa musobaqalarda pul yig'ish harom qilinib, faqat musulmonlarga foydali musobaqalarda pul yig'sa bo'ladi deydi. Chunki bu xil musobaqalarda yig'ilgan pul diniy ishlarga va musulmonlarga foydali, yaxshi xizmat qilish uchun yig'ilib, shularga ishlatiladi. Undaqda Qur'on yodlash, hadis yodlash yoki biror diniy maqola yozish degandek musobaqalarni o'tkazsa bo'ladi ekan-da, tog'a. Shundaq bolalarim. Olimlar bu xil musobaqalarni o'tkazishni to'g'ri deb qaraydi. Chunki bu xil musobaqalar orqali musulmonlarni diniy bilimlarni o'rganishga va din uchun xizmat qilishga qiziqtirg'ili bo'ladi. Bular jamiyat uchun foydali musobaqalar qatoriga kirdi. Bu musobaqalardan boshqa musobaqalarda pul olsa qimor bo'ladi ekan-da. Shundaq. Diniy ishlar uchun yoki musulmonlarning manfaati uchun ep berilmagan musobaqalarda pul yig'ish qimor hisoblanadi bolalarim. Undaqda dada, sendan shuni so'rab baqay. Musobaqa o'tkazishning va mukofot olishning bir sharti bormi qandaq? Menga aniq tushuntirib qo'ysang bo'pti ekan. Albatta sharti bor o'g'lim. Mukofot yoki mukofotga erishish kuchiga beriladigan mablag' musobaqaga qatnashuvchilardan ilinmagan bo'lishi shart. Bu bakli muhim. Agar musobaqaga qatnashganlarning hammasidan yig'ilgan bo'lsa-chi, durust bo'lmaydi. Musobaqaga qatnashuvchilardan eng oz bir kishi bir narsa bermagan bo'lishi kerak. Hammasi o'xshash pul chiqarib, ondan keyin yangan kishiga mukofot berish o'xshashlik qimor bo'ladi. Undaqda loteriya bileti setib olishmi qimor o'ynaganlikqa kiramdi dada? Hozirgi davrda oson pul tepish uchun nurg'un ishlar, yana nurg'un musobaqalar paydo qilinmoqda. Loteriya shularning biri. Bu musobaqalar iyonni to'plash faoliyati, doktorxona silish, boquvchisiz qolganlarning holidan xabar olish degandek chiroyli nomlar bilan pardozlanib, tashviq qilinmoqda. Bu ishlar orqali topgan pul harom. Bu ishlar ko'rinishda yaxshi ishlarda ko'rinsa-mu, amaliyotda u pullar joyiga ishlatilmaydi. Egisiga asqatmaydi. Nemishqa? Chunki Alloh taolo pok bo'lib, pokni yaxshi ko'rdi. Bu xildagi loteriya o'yinlarida nurg'un kishilarning ziyon tortishi badaliga bir kishi foydaga erishidi. Bu boshqalarning milni yavag'anlik bilan o'xshash. Bu ishlar natijasida o'zaro o'shmanlik paydo bo'lib, mu'minning kuch-quvvati xo'raydi. To'g'ri. Pul melni uftirib o'tgan kishi utgan kishiga o'shmanlik ko'zi bilan qaraydi. Uningdan uftirib o'tganlarni qaytarib olishni o'ylaydi. Xuddi boya ishkinlar qilganga o'xshash. Endi tushunib oldik. Alloh taoloning bu so'zi nima degan to'g'ri, ha? Shayton haroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi haroqdan, qimordan yolmamsizlar?